Assalomu alaykum hammaga. Test uchun zakaz qilingan oyoq kiyimlarimiz yetib keldi. Esingizda bo'lsa, sizlardan so'radim, Joma brendini, ispan brendini yoki ispanchasiga Homa brendini nima qilamiz, assortimentimizga qo'shamizmi deganda, ko'pchilik men bilaman bu brendni yoki brendni bilaman, lekin oyoq kiyimlari qanaqaligini bilmayman deganlar ko'p bo'ldi. Menga o'xshab, mana xuddi shu holatdaman. O'shaning uchun test uchun har xil modellardan zakaz qilganman birinchisi va bularni hali men ochib ko'rmadim. Shunday stolning ustiga qo'ydim. Va shunda turibdi. Keringlar birgalikda ochib ko'ramiz. Ichida nima borligini ko'ramiz va oyoq kiyimi yumshoqligi, material sifat, umuman birinchi taassurotni birgalikda boshdan o'tkazamiz. Xo'p, demak, men o'zimga bitta 45 ham aytdim. Shto'ba kiyib ko'rish uchun albatta kiyib endi baribir 100 talik feedback berishlari boshqacha, o'shaning uchun kiyib ham ko'ramiz, lekin birinchi ko'rinishdan boshlaymiz. Keringlar korobkasidan, mana upakovkasini ko'rsanglar bo'ladi. Ispan brendi baribir yaxshi e'tibor bergan oddiy standart korobka emas, qanaqadir chiroyli ko'rinishlarda ishlab chiqarilgan va yumshoq stelkadan ham tashkil topgan ekan, slip ekan, ya'ni sirpanmas ekan, slip. Xo'p, upakovkasidan boshlaymiz. Oyoq kiyim hali yomon emas, hozir birinchi taassurot. Upakovkasida o'zini anaqasi, Joma paketi, Joma duraman, o'zi Homa ispanchasiga, lekin shu o'zimizning tilda Joma duraman. Xo'p, birinchisi narxiga keladigan bo'lsak, narxlarini men hozir ushbu videoda yozib ketaman, примерно narxlarini, chunki narxlarni o'zim bilmayman. Vau, mana mashinadan boshlamoqchi edim. Ya'ni poshnasi narxiga juda yaxshi, ya'ni kiyganlar yaxshi deyishdi va narxiga yaxshi deyishdi, bekorga emas ekan. Ya'ni $100 gacha bo'lgan oyoq kiyim agar shunaqa yumshoq bo'ladigan bo'lsa, birinchi katta ochko ketdi brendga. Ikkinchisi, mana bunisiga men qiziqdim va haqiqatan shunaqa stelka ekan. Ya'ni qaranglar qalinligini. Yaxshi, taassurot yomon emas. Boshlanishda уже ochko yig'ishni boshlayapti. Og'irligi o'zini klassiga 45 razmerga yaxshi, ipi standart ip, unaqa qimmatbaho, qanaqadir tilla suv yuritilgan yoki mana bu iplar uncha обработка bo'lmagan standart oddiy ip va aytganimdek yengilligi yaxshi, o'zini klassiga teng bo'li 45 razmerga yaxshi, yumshoq aytdim. Dizayni ham klassik dizayn, oq poshnaga tepa ko'rinish, Joma logotiplari poshnalariga ham qo'yilgan, ya'ni detalni ham ishlangan. Mana bu chiqarilgan, xuddi 10 bitta modeli bor edi, eslolmadim, o'shanga o'xshab spoilerlari bor va Joma logotiplari joyida. Mana tazgina kley ko'rinyapti. Endi bu klassda bu menimcha narxlarning ham qimmatlarida bunaqa holat kuzatiladi. Joma oyoq kiyimlarini kiydim, mana testdan o'tkazganman va birinchi kiyganimdagi birinchi taassurotim shundan iboratki, oyoq kiyim yumshoq, to'g'ri. Misol uchun mana bu yumshoq ko'pi o'z so'zini aytayapti, o'sha yumshoq stelka so'zini aytayapti. Lekin bu o'sha o'zini klassidagi yumshoqlikni beryapti. Ya'ni bu ultra boost emas, bu Nike Air Zoom sistemasi emas. Ya'ni siz oyog'ingiz sakrat bo'lmaydi yoki qanaqadir har bitta tochkaga alohida ana to'lqinli anaqa yumshoq ko'pi qilinmaganda, balki bir tekisi ko'pi qilingan. O'shaning uchun ham bu ana super klassdagi yumshoqlikni baribir bermaydi. O'ziga yarasha o'sha o'zining yumshoqligi bor. Energiya qaytaradi, bundoq sakraganda ham yumshoq bilinyapti. Tegizda yumshoq rezina borligi, lekin o'sha standart yumshoqlik, ya'ni oldida yupqa ko'pi orqaga qalinlashib ketgan. O'shani beryapti. Hatto oyoqda turishini endi o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Shu joyda Joma brendiga nimaga e'tibor qaratayotganimizni qisqagina aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni budjetniy klassik oyoq kiyimlarni ham biz testdan o'tkazamiz. Ya'ni hamma oyoq kiyimlar $100 dan baland, $200 dan baland emas yoki $200 atrofida emas, balki o'sha o'rinda, почти o'shanga juda yaqin bo'lgan o'rinda boshqa sifatli brendlar ham bor va ular ham Yevropaning brendi. Misol uchun Rika yoki mana Joma brendi. O'sha brendlarni biz testdan o'tkazamiz. Чтобы siz подделка emas, original oling. O'sha budjetniy klassda bo'lsa ham original oling. Sababi o'sha oyoq kiyim sizga yillar davomida to'g'ri xizmat qiladi. Sog'lig'ingizga ham, har taraflama budjetingizga ham to'g'ri xizmat qilish uchun biz sal budjetniy klassik oyoq kiyimlarni ham testdan o'tkazishni boshladik. Xo'p, materiallari tekstil ko'proq sezilyapti, chem plashovkaga qaraganda. O'sha tarafdan ham yaxshi. Xullas, men hozir 10 ballik sistemada endi bu klassik oyoq kiyim bo'lganiga kamida 8 bemalol bera olaman. Sababi dizayn oq-qora bo'lgani bilan mana bunaqa logotipi, rasvetkalari, poloskalari, chiqishlari, albatta yumshoqligi, stelkalari meni hozircha qoniqtirdi. Yaxshi, yomon emas birinchi oyoq kiyimimiz. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchi oyoq kiyimimizni ochamiz va bu kattaligi mana bunaqa lipuchkali oyoq kiyim, ya'ni bu bitta yaxshi tarafi yosh katta odamlarga olib bersanglar bo'ladi, ya'ni ipini boylab qiynalmasdan bemalol kiyib yurishadi va bu ham shunaqa yumshoqgina poshna ekan va aytgandek hammasini tegi sirpanmas ekan. Ya'ni bular alohida yozib qo'yilgan, qaranglar. Sirpanmas, hammasini tegi sirpanmas ekan, baquvvat ekan va bu sistema men почти
hech qaysi brendda ko'rmaganman. Balki Skechersda bordir, lekin lipuchkali klassik ko'rinish va klassik oyoq kiyim ekan. O'zi unaqa asobiy jihatlari yo'q. Oldida udar himoya qiladigan qismi setka 2 qavat va buni ham ichida bunaqa yumshoq stelka. Hammasiga qo'yar ekan. Mana shunga besh ketdim. Ya'ni yumshoq двойной, ichidagi memory foam yumshoq ko'piga hamda bunaqa yumshoq ko'pi. Ya'ni bu klassik oyoq kiyim uchun yoki o'zini urovendagi eng yumshoq ko'piklardan biri deb bemalol aytsam bo'lar ekan. Demak, keyingi oyoq kiyimni ko'ramiz endi. Hop, endi keyingisini ochamiz. Va buni boshqa razmer ekan. Buni yopib qo'yamiz. Demak, yana bir oyoq kiyimimiz. Aytgandek, naski sifatini ham aytuvdim. Qaranglar, dizayni yomon emas. Birinchi o'rinda dizayn. Dizayn yomon emas. Nima deysizlar, qaranglar. Naski sifatni narxini yozib qoldiraman. Poshnasi wow. Lekin poshnadan 10 dan 9. Endi bu bust emas, lekin 9 ni beryapti akalar. Poshnasi mana qaranglar. Fokus beraman. Qaranglar, yaxshigina yumshoq. Teylari sirpan emas buni ham. Va poshna haqiqatdan ochkoni katta qismini poshna ham olib qo'yapti va material ham sifatli, mana ultrabusi to'qilgan materialga o'xshayapti. Bari ispanlarning kontrolda bo'lgani uchun, bari Yevropa standartiga javob berish kerak. Hamda logotiplar, ozgina bir ikkita detallari bor. Buni qanchalik to'g'rilasa bo'ladigan. Oyoq kiyimlar qayerda chiqar ekan bunisi? Bunisi Xitoyda chiqqan ekan. Stelkasi ham bundan ham xuddi shunaqa yumshoq memory stelka, qalin stelka. Ichlari tikilgan, mana orqasiga qaranglar, podushkadan tepaga bunday yoqasini chiroyli klassik uslubda chiqargan. Gap yo'q, lekin dizayn taraflama o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Qanaqadir chiroyli oyoq kiyim chiqargan, to'g'rimi? Nima deysizlar? Menga yoqadi hozircha. Endi bular $100 gacha-da, misol uchun $200 bo'lib turib shunaqa dizayn bo'lganda, nimasi $200 dirdim, lekin $100 gacha bo'lganiga 5 10 dan aytolmani 8 kamida. Keyingisini ochamiz. Xo'p, reaktiv ekan bu, ya'ni energiya qaytaradigan bo'lsa kerak. Shunaqa oyoq kiyimlar ham bor ekan va bunda boost ishlatilgan, o'sha mashhur boost. Ya'ni sizlarga test uchun zakaz qilaymi deb, wow, yengilligi вообще zo'r ekan. Test uchun zakaz qilaymi deganimda shuni post qildim va buni 100 talik boost emas, faqat orqa qismi, asosiy vez tushirgan qismi boost ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mana boostdan foydalanilgan, fokus beraman yana. Boostdan foydalanilgan. Bu yo'larda bo'lsa oddiy kopi, lekin bu oddiy kopi ham oddiy kopi emas-da, yumshoq kopi bu, qaranglar. Bunda yomon emas, tillar o'ziga biriktirilgan, rasvetka ham udar, chiroyli. Qaranglar, qanaqa yengil rasvetka va nafas oluvchi. Setkalari yupqa ekan. Ichi tekstil ekan. Men ko'p oyoq kiyimda mana bu ichi qismidagi material plashovka bo'lganini bilaman, lekin bunda tekstil ekan. Shuna razmerim bo'lsa, lekin kiyib yuborardim, afsuski yo'q ekan. Xo'p, bunda stelka standart, wow, energiya qaytaryapti. Nimadir bor bu yerda. Buni qaranglar, yumshoq stelka plus orqasida yumshoq material va sirazi boost boshlangan ekan. Va boost ustiga logotip ham yopishtirib qo'yibdi. Lekin men to'g'risi 8 dan 9 ga o'tdim, ya'ni 10 dan 9 hozircha bularni oyoq kiyimiga. Ya'ni men klassdan kelib chiqaman, aytolman. Misol uchun buni albatta Ultra Boost, Hoka 9 lar bilan, Bondi 9 lar bilan yoki 10 Cloud Surferlar bilan solishtirib bo'lmaydi, lekin narx tarafdan, ya'ni bular sotayotgan narxiga arzirgan oyoq kiyimlar. Ya'ni o'sha tarafdan hozircha menda 9 taassurot. Keyingisini ko'ramiz. Va bu yoqda oxirgi oyoq kiyimimizni ham memory foamdan tashkil topgan va bu ham mana klassik uslubdagi oyoq kiyim. Endi buni poshnasi jo'naqa yumshoq emas ekan-u, lekin buni mana memory bilan yumshoq qilgan ekan. Ya'ni bu Reebok'ga ana klassik oyoq kiyimlari bazasidagi oyoq kiyim ekan. Materiallari ham 2-3 qavat his qilma, o'sha Reebok'ga eslatyapti bu ba'zi oyoq kiyimi. Va yomon emas. Xullas, общий planda mana bunaqa yopishtirilgan joylari, tikilgan joylari, ortiqcha iplarni chiqishi, o'shalarni ko'ryapman va o'zini klassida aytganimda kamida 7-8 deyli, 7 kam bo'lib ketadi. Chunki bundan battar oyoq kiyimlarni ko'rganman va shu xafa oyoq kiyimlarni ko'rganman. O'shaning uchun o'zini klassida 8 ni beraman. Yumshoqlik, komfort bo'yicha, yengillik bo'yicha men to'g'risi ko'p oyoq kiyimlariga 9 ni beraman o'zini klassida. O'shaning uchun bu brend menga yoqdi, assortimenti yaxshi. Rasmlari ham saytlardan, ofitsial saytlarda juda chiroyli qilingan, ko'rsatilgan, ya'ni brend ishlayotgani shundoq bilinadi. Endi farqiga boramiz. Misol uchun Skechers ofitsial saytiga kirsanglar, rasmlari qing'ir, qiyshuv, g'alati bir to'g'ri qo'yib ola olmaydi, lekin bular bo'lsa qanaqadir chiroyli ishlayapti. O'shaning uchun menga yoqdi va
marhamat, bizani assortimentda bugundan Joma brendi, Ispaniyani Joma brendi bizani assortimentda xudo xohlasa.